Kariz kompaniyasidan qanday sovg'a olganimizni hozir raspakovka chek qilib beramiz. Buning ichida to'la kosmetika. Wow. Buning ichida har xil maskalar bor ekan yuz uchun. Vitamin C, ya'ni yuzni oqartiradigan, dog'larni yo'qotadigan. Bu maskani esa kechasi qo'yib, ertalabgacha yotsangiz bo'lar ekan, ertalab turib olib tashlasangiz yuzingiz tiniq karislarnikidaqa bo'lib qolar ekanmish. Biz buni bugun sinab ko'rmoqchimiz. Va buning ichida yuzni oqartiradigan vitamin C li pedlar bor ekan yuz uchun. Buni kariz qaynonamda hozir sinab ko'ramiz. Kariz qaynonamda bir ikkita dog'lari bor. Qani rostdan ham foyda berarmikin? 1-2 kun shuni ishlatib ko'ramiz. Agar rostdan ham foyda bersa, sizlar bilan rezultatini bo'lishamiz. Bugundan уже boshlaymiz hozir. Ana 여기 뜯어야지. Yangilik uchun. 냄새 맡아볼게. 우리 유자차 냄새. Limonni hidi kelyapti. Wow, shirin limon bo'ladi-yu. Wow. Kimyoda. 냄새 너무 좋아. shirin ekan o'zman qaranglar. 야, 먹어. 유자차 끓여 먹고 먹어도 싶다. Yegim kelyapti. Qaranglar nima bor ekan? 3 xil kushon. Eng mashhuriki hozir Koreyada eng mashhur brendi shu. Juda ham mashhur aktyor va aktrisalar reklama qiladi shuni. Kelinglar Koreyadagi mashhur kushonni hozir ishlatib ko'ramiz. Yangi bu ochilmagan. Voy. Shirin. Kiyopcho. Juda ham shirin ekan deyishyapti. Wow. Shiringina ekan, qaranglar. 예쁘다. 이거 어떻게 빼요? Bu qani ochiladi? 뜯는 거 뜯어야 되는 거야, 이거. Buni ichini juda ham dahshat qilaylab tashlabdi. Buni qani ochishni bilmaymiz. Shuning uchun keyingi safar raspakovka chek qilib beramiz buni. O'zim yuzimda ishlatib sizlarga ko'rsatib beraman. Juda ham shirin ekan, mana qaranglar. Va yana xuddi shu brendni qo'lga kremi bor, o'shasini ishlatib ko'ramiz. Qani qanaqa ekan? 걔는 노란색이야? 아, 얘 핸드크림. Bu qo'lga krem, bu ham xuddi shunaqa ekan. Qaranglar dizayneri. Ishlatib ko'ramiz. Ichi shunaqa ochiladi. 무슨 꽃 냄새 나요. 그게 눌러져? Ne? Mana shuni chiqadi. Buni ezsangiz ichidan kremi chiqar ekan. Ozgina surtab ko'ramiz. 이쁘다. 그것도. 예쁘다. 요즘 케이스가 다 한다니까. 향수처럼 냄새가 진하다. 그러네. Atirga o'xshab juda ham nejniy ekan. Buni surtab olsangiz atirda sepishingiz ham hojat yo'q. Qaranglar shirinligini. Sumkaga bemalol solib olib yursangiz bo'ladi. Yana qaranglar nima topib oldim. Ko'zni tagiga surtagani. Bu ko'zni tagidagi qora anaqani yo'qotadigan va dog'larni yo'qotadigan ekan. Ko'zni tagiga serum. Yana даже har xil penkalar, serumlar va SPFlargacha berishdi. Bloger bo'lish. Menzeya. Bularda hammasini o'zim ishlatib ko'rib, rezultatlarini sizlar bilan albatta bo'lishamiz. Nafaqat men, balki-da bugun mana shu maskani kariz qaynonam bilan birgalikda qilib yotamiz. Qani ertalabgacha qaysi birimizni yuzimiz yanada chiroyli bo'lib qolar ekan.